Sebebi farzandim juda ham injiq, aytganimni doim teskarisini qiladi. Bu nimadan? Bilasizmi, avvalo farzand sizga shunchaki ne'mat qilib berilgan. Siz uni egasi yoki sizning mulkingiz emas. Uni o'zini dunyosi, shaxsiyati, o'zini fikrlariga ega. U o'zining ruhan ulg'ayish yo'liga ega. Demak, siz uni faqatgina to'g'ri va chiroyli tarbiyalash uchun o'zingiz ham ilm olishingiz kerak va farzandingizni ham eshitishga odatlanishingiz kerak. U o'z fikrini ayta olyaptimi? Demak, xursand bo'ling. Doim xo'p bo'ladi yoki sizni aytganingizdan chiqmaydigan yoki faqat poslushniy farzand bo'lsa, bilingki, siz qullikka tayyorlanayotgan, siz va sizga ertaga xohlaganingizni xohlagandek bo'lib bera olmaydigan farzandni tarbiyalamaysiz. Agarda o'zini aytganini qildiryaptimi, o'zini fikriga egami, biling, eng yaxshisi va eng chempionini tarbiyalayotgan bo'lasiz. Uni ramkaga solmasligingizni maslahat berardim.